أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. O'rta Osiyo musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun muborak Ramazon oyining 14-kunida Allohning fazl va karami va muxlis birodarlarimiz yordami bilan 400 faqir va muhtoj oilalar uchun iftor dasturxonimiz yozildi. Bu programmamizga birinchi sahm olgan birodarimiz Abdurrahmon aka tomonidan $150, boshqasi esa O'rta Osiyo musulmon birodarlar tomonidan yordam bo'lgan. Bu ulug' saodatki, rahmat oyida Allohning bandalarini xizmat qilib, ularning labxandiga sabab bo'lish nasib etdi. Alloh taoladan duo qilamizki, Imom Buxoriy va tomonidan yordamlarini yetkazgan birodarlarimizdan dunyoda aziz va sarbuland, oxiratda yuzi yorug' va kamyob etsin. Mol va ahli avlod va umrlariga barakat nasib etsin. Yana ham xayr sohiblariga nido qilamiz. Ey ihson ahli, muhtojlar qiyinchilikka qolmasdan va masokinlar ko'zlarida yosh topilmasdan burun yordamlaringizni tezroq yetkazing. Bu muborak oyda biz siz Allohning bandalariga labxand va umid sababchisi bo'laylik. Har qililgan xayr amal qabrlarimizga nur va oxiratimizga boqiy zaxiradir inshaalloh. Jazakumulloh xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غادر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي